Assalomu alaykum, xayrli kun. YouTube kanalim obunachilari, videoni boshlashdan oldin podpiska va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, juda ham ko'p keladigan savolga bugun tabiiy isbotlar bilan javob beraman. Ultratovush tekshiruvlari homila jinsini xato aytishi mumkinmi deb so'rashadi. Juda ko'pchilikda 12, 13, 14, hatto 30, 38 haftagacha qiz degan holatda o'g'il tug'ilganlari juda ko'p uchragan. Chunki ultratovush tekshiruvlarda homilani jinsi ko'ringaniga qarab mutaxassis aytadi. Bu yerda mutaxassis aybi emas. Ba'zi holatlarda o'g'il bolachalarning jinsiy a'zolari juda kichik bo'lganligi uchun yoki hali to'liq shakllanib tushmaganligi uchun ko'rinmay qolishi mumkin. Yoki aksincha, yo'ldosh joylashuvlari homilaning joylashuvi asosida o'g'il bola bo'lib ko'rinib, aslida homila qiz bo'lishi mumkin. Deyarli 10 mingdan ortiq ayollar bilan ishlaganligim sababli buni ayta olamanki, 100% to'g'ri chiqadi deyish mumkin emas. Juda ko'pchilikda xato kelgan holatlar bor. Bugun sizlarga eng zo'r kalendarda jins aniqlashni o'rgataman. Bugun sizlar bilan bilib olamiz, qani UZIda nima chiqqan, bu kalendarda nima chiqadi va oxirida natijani solishtiramiz. Demak, bunday holatlarni sizga ko'rsataman misol tariqasida. Aytaylik, mana xuddi sizga o'xshagan oddiy mijozlar, bular hammasi mana profillarigacha bor va qarang, qizaloqlik bo'lganlar UZIlar o'g'il deganda qiz tug'dim dedilar. Bizda aniqlaganimizda qizaloq chiqqan. Ultratovush tekshiruvlari necha haftagacha qiz o'g'il degan deb so'radim. 16 haftada 100% o'g'il degandi. Shu bilan 26 haftada so'radim, unda ham o'g'il dedi. 32 haftada ham o'g'il dedi. Qarang, 32 haftagacha va 36 haftada qizga o'xshayapti deb turishdi. Nima uchun? Chunki yo'ldosh xuddi o'g'il bolachaning jinsiy a'zosiga o'xshab ko'ringan bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan. Chunki onaning qornida homila juda kichik va uni bitta organini ko'rish bu murakkab. Mana qizaloqlik bo'lganlar yoki o'g'illik bo'lgan mijozimni hozir siz bilan ko'ramiz. Qarang. Bu mijozim yozdilar. Avval aniqlatgan ekanlar, mana profillari. Homilamni aniqlatgandim sizda deb yozdilar va oxirida o'g'ilcha deb yozgan ekanman. Mana o'g'il bola dunyoga keldi, rahmat deb yozdilar. Endi bu joyda qarang. 4 kishiga aniqlatganman, bitta sizda o'g'il, qolganlarda qiz chiqdi. Chunki 50 ga yaqin usul bor. 50 ta odam aniqlasa ham kimdir qiz, kimdir o'g'il deydi. Bizda jamlab aniqlaymiz. Va 34-38 haftalikda ham UZIda qiz degandi deb yozdilar. Tayyor sizga o'xshagan oddiy ayollarning natijasini ko'rsataman. Oddiy mana shu sizga o'xshab aniqlab bering deb kelgan ayollarning natijasi 38 haftagacha qiz deb turib, o'g'illik bo'lganlar. Yana bunga o'xshash natijalarimiz mana qiz bola bo'ldi. Qarang. Homila jinsini aniqlatmoqchiman deb 9-iyunda yozdilar. Sanalarga qarang va bular bilan aniqlab chiqqanimizda qizaloq chiqdi. Homilaning jinsi va 10-iyunda, 18-sentyabrda yozdilar. Assalomu alaykum. Meni homilam jinsini aniqlab qiz degandingiz, UZI tasdiqladi qiz ekan. Sizdan tashqari 4 ta genetik hisoblab o'g'il degandi deb yozdilar. Genetikani ham usullari yaxshi, ammo har doim ham hammaga ham mos kelmaydi. Qaysidir usul, qaysidir homilangizga mos keladi, qaysi birigadir yo'q. Ya'ni farzandlar soniga ham qaraydi juda ko'p usullar. Va shuningdek, qiz degandingiz dedilar va ketma-ket natijalar ko'pligidan juda ham adashib ketyapman. Bu joyda taqvim natijasi. Assalomu alaykum, taqvim olgandim. Bular adashmasa boshqa davlatdan yozganlar. Qirg'izistondan, Qozog'istondan mijozlar juda ko'p murojaat qilishadi va mana 3 qizim, 1 o'g'lim bor. Inshaalloh o'g'il bo'ladi deb kutib turibman deyaptilar. Ya'ni o'g'il deyishgan 17, 20, 32 haftada mana. O'g'il bolaga grafik qilganmiz, o'g'il bolacha uchun. Bularning 3 ta qizi bor. Ko'ryapsiz, 3 qizdan keyin o'g'il bolaga kelyapti. Mana bularda ham shunaqa 3 ta qizi bor. 3 qizi borlar qo'rqadi. Homilador bo'lib qolsa to'satdan qiz bo'ladimi deb. Mana 3 qizdan keyin 4-farzandga homilador bo'lganlar 34 haftalik. Biz kichkina muddatda aniqlaganmiz. Chunki qo'rqishadi-da, testda chiqqandanoq yozishadi. Lekin abort masalasi bo'lsa aniqlanmaydi bizda. Qarang, qizcha, o'g'ilcha chiqqan va 34 haftalik homila 100% o'g'il bola deb tasdiqlandi. Buni qachon yozdilar? 15-avgustda rahmat aytib va 20-sentyabrda o'g'il deganingiz 3 qizdan keyin o'g'illi bo'ldim, rahmat deb mana o'g'ilchani rasmlari keldi. Qisqasi, sizlar bilan hozir aniqlaymiz qani. Misol tariqasida birorta mijozni ham olishim mumkin, lekin juda ham ko'p mijozlarimiz, shuning uchun taxminiy tuzib ko'ramiz. Meni ko'rdi, ko'rmadi deb xafa bo'lmang, kommentariyaga yozib qoldiring sizda nima chiqqanligini. Demak, ona va otani bizga tug'ilgan yillari kerak bo'ladi. Ona aytaylik 1998-yil 2-yanvar kuni tug'ildi. Otani olamiz, aytaylik 1990-yilda 30-mayda tug'ildi. Misol qilib. Bularning o'rtasida hozircha 3 qiz bor deb olamiz va bu ayolda homiladorlik yuz berdi. Aytaylik, homiladorlikni vaqtini aniqlashning eng yaxshi usuli tug'ruq vaqti berilgandan 9 oy ayirish bo'ladi ba'zi kalendarlarda. Bunda esa
hayz oyiga qarab olamiz. Bu ayol aytaylik, sentyabr oyi boshida hayz ko'rdi, 1-dan 3-gacha 3 kun hayz ko'rdi va ularda homiladorlik shu oyda yuz berdi. Demak, 9-oy bu homiladorlik oyi sentyabr oyi bo'lyapti. Ayolni olamiz. 98-yil 2-yanvar. Bu ayol 2025-yilda necha yosh bo'ladi? 2025-yilda juda ham ko'pchilik mana shu joyda bu ayolni aytishadi 27 yosh deb. Lekin bu kalendar uchun yosh hisob-kitob bo'yicha ayol 29 yosh. Ayol 29 yosh bo'ladi. Yanvarda tug'ilganligi uchun va yanvar boshi bo'lganligi uchun. Tushunyapsizmi? Oyiga qarab ham farq qiladi. Ba'zilarda esa 27 yosh. Aytaylik, 8-avgustda tug'ilgan ayol agar aniqlayotgan kelganda buni biz 28 yosh deb olamiz. 98-yil ayol faqat 8-avgustda. Bu 28 yosh, lekin bu ayol 29 yosh deb olinadi. Va ko'ramiz. Demak, 29 yoshda mana 29 yoshda ayol homilador bo'lgan va sentyabr oyida o'g'il bolaga kelyapti. Demak, bu ayolda o'g'ilchaga chiqyapti. 3 ta qizi bor va 4-homiladorlik. Bu kalendar bo'yicha o'g'il bolaga kelyapti. Juda ham oson. Shunchaki ota va onani tug'ilgan yillari kerak. Bu ikkinchi bosqich uchun ota kerak. Hozir kerak emas, ikkinchi bosqich uchun. Bizda aniqlaganimizda esa mana juda ko'p mijozlarni aniqlangani, har bittasini yozib yoki planshetda hisob-kitob qilib chiqaman. Mana har bitta mijozimni aniqlanganlari, har bittasini usuli ketma-ketlik, bu yoqda grafiklar bor, jins aniqlash bor, hammasi jamlangan. Juda ko'p. Chunki bittalab hisob-kitob qilinadi, hisob-kitobi ko'p. Agarda siz ham mutaxassisni aniqlatishni istasangiz, kommentariyada berilgan lichka orqali bemalol mutaxassisga bog'lanishingiz mumkin. Mana bu yerda kirganingizda mutaxassis profilida juda ko'plab rasmlar berilgan. Bu joylarda har xil ko'rishingiz mumkin. Mana hozir sizga ko'rsataman. Profilga kirganingizda mana shunday natijalar ketma-ketligini qo'yib qo'yganmiz. Juda ham ko'p va hammasi sizga o'xshab. Yana to'liq qo'yaman. Eng ishonchliligim tarafi taqvim olgan sanalari va natija bo'lgan sanalari, yozishmalar hammasi bizda joylanadi. Mana guruhimiz kanalimizda va istoriyalarda. Juda ham ko'p. O'shaning uchun bemalol kommentariyada berilgan lichka orqali murojaat qilishingiz mumkin.